2026 yilgi Mitsubishi L200 bu yangi avlod pikapi bo'lib, u kuch, ishonchlilik va zamonaviy texnologiyalarni o'zida mujassam etgan. Yangi model yo'l va yo'lsiz sharoitlarda birdek yuqori samaradorlikni ta'minlaydi. Dizayn jihatidan u yanada agressiv va zamonaviy ko'rinishga ega. Katta radiator panjarasi, LED faralar va aerodinamik chiziqlar avtomobilga sport uslubini beradi. Salon ichida qulaylik va texnologiyalar uyg'unlashgan. Yangi L200 da yuqori sifatli materiallar ishlatilgan, o'rindiqlar ergonomik shaklda yaratilgan va orqa yo'lovchilar uchun ham keng joy ajratilgan. 9 dyuymli sensorli ekran, Apple CarPlay va Android Auto tizimlari bilan mos, shuningdek, avtomatik iqlim nazorati ham mavjud. Texnik jihatdan 2026 Mitsubishi L200 turli xil dvigatel variantlari bilan taklif qilinadi. Yangi 2.4 litrli turbodiesel dvigatel 200 ot kuchigacha quvvat ishlab chiqaradi. 6 pogonali mexanik yoki 8 pogonali avtomatik transmissiya bilan jihozlanadi. Tort tizimi esa har qanday yo'l sharoitida barqarorlik va tortish kuchini kafolatlaydi. Xavfsizlik tizimlari ham sezilarli darajada yangilangan. Avtomatik tormoz tizimi, yo'lni ushlab turish nazorati, kor joyini aniqlash funksiyasi va adaptiv cruise nazorati kabi zamonaviy funksiyalar haydovchi va yo'lovchilar xavfsizligini ta'minlaydi. 2026 L200 yuk tashish imkoniyatlari bilan ham ajralib turadi. Yukxona sigimi va tortish quvvati oshirilgan. Shu sababli u ish uchun ham, oilaviy sayohatlar uchun ham juda qulay variant hisoblanadi. Yangi Mitsubishi L200 bozorda Toyota Hilux, Ford Ranger va Isuzu Dmach kabi raqiblarga jiddiy raqobat yaratadi. U nafaqat kuchli texnik xususiyatlari, balki qulayligi va ishonchliligi bilan ham e'tibor markazida bo'ladi. Agar siz ishonchli, kuchli va zamonaviy pikap izlayotgan bo'lsangiz, 2026 yilgi Mitsubishi L200 aynan siz uchun yaratilgan.